Xullas qarindoshlar, xitoyliklar mindechkin uchadigan samolyotni zo'rini chiqarishibdi-yu, buni qaranglar. Pult bilan boshqariladigan katta odamlar ham mazza qilib o'ynaydigan bu samolyotni qayerdan zakaz qilsam bo'lar ekan, O'zbekistonga olib kelsa bo'ladimi yoki yo'qmi deb rosa qiziqdim. Axir bu sizni qarindoshingiz-ku. Bu biz g'atimda buni sinab ko'rish kerak. Deb turib, xuddi shunaqa pult bilan boshqariladigan samolyotni Xitoydan zakaz qildim qarindoshlar. Bu o'zi uchadigan samolyotni Xitoydan nech pulga zakaz qilganim sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ringlar. Narxini eng oxirida aytaman. Bu samolyotchani batareykasi, pulti. Xullas, eng asosiy joyi sinab ko'ramiz. Qani ketdik qarindoshlar. Voy, buni uchishini, rosa zo'r uchar ekan, buni balanga qarab ketishini qaranglar, shunaqangi balandlikka qarab uchib ketdi. Bu samolyotcha nafaqat balanga, osmonga qarab uchar ekan, balkim tepada shunaqangi tryuklarni ko'rsatar ekan, buni qaranglar. Eng asosiysi, qancha baland uchsa ham pult orqali bemalol boshqara oldim. Juda ham ajoyib narsa ekan. Hammasidan menga bitta funksiyasi yoqdi. Tepaga qarab uchib ketgan payt bitta knopkani bossanglar, o'zi bilib pastga tushar ekan. Xo'sh qarindoshlar, endi eng asosiy joyiga o'tadigan bo'lsam, bu samolyotni Xitoydan men qanchaga zakaz qildim? Bu janavarni Xitoydan attiga 108 yuanga, ya'ni 186 ming so'mga zakaz qildim qarindoshlar. Va albatta bu samolyotni O'zbekistonga bemalol olib kirish mumkin qarindoshlar. Qarindosh, siz ham xuddi shunga o'xshagan mahsulotlarni to'g'ridan-to'g'ri Xitoydan arzon narxga zakaz qilishni o'rganishni xohlaysizmi? Unda hozirroq kommentariyaga plus belgisini yozib qoldiring qarindoshim. Men esa sizga Xitoydan mahsulotlarni to'g'ri zakaz qilish bo'yicha 2 kunlik bepul darsligimning linkini jo'nataman.